Mazhablarni turlicha bo'lishi bu ixtilof emasmi? Aynan bitta mazhabga ergashish kerakmi shu joyda? Hamma inson bir xil fikrlamaydi. Jumladan mushtahidlar ham. Mushtahidlarda ham fikr darajasi har xil bo'lgan va har xil yo'nalishdan kelib chiqib ijtihod qilishgan. Shuning uchun oralarida farq bo'lishi tabiiy. Farq bo'lishi tabiiy va farq bo'lib kelmoqda. Bu degani yuqorida aytganimdek 4 ta mazhab bor ekan, to'g'ri, bittasiga ergashing bo'ldi, haqdasiz. To'ralasi ham haq, lekin bittasiga ergashib haqni topish mumkin. Hammasidan osachi desa, yuqorida aytganimizdek bu narsa nafs havoni orqasidan ergashishlik, din va diyonatga emas, balki odam o'zini xoyu havaslar, ya'ni yengillik orqasidan, osonlik orqasidan ergashishga olib keladi. To'g'ri, ba'zi bir holatlar bor. O'ta zarurat holatda bir mazhabda bir narsaga tanglik yuzaga kelsa, boshqasidan olish mumkin. Holat bor bu narsa. Lekin bu narsa o'ta zarurat bo'lganda o'sha ahli ilmlarni, imomlarni, ulamolarni kengashi bilan bo'ladigan ish. Har odam nima mazhab bo'lsa o'shanga o'tib ketishligi u noto'g'ri. Misol uchun bir ko'p misol aytaman. Bitta odam misol qon chiqsa tahorat sinadi degan Hanafiy mazhabining so'zi bor. U shunaqa deb yurardi-yu, lekin qon chiqdi bir safar. U shunda nima deyapti? Shofiy mazhabda tahorat sinmas ekan u deyapti. Shofiy mazhab bo'yicha tahoratim sinmadi deb ketyapti. Sal turib uxlab qolyapti-da, uxlab qolib turib Hanafiy mazhabida sinardi, Shofiy mazhabida sinardi. Hozir Shofiyga amal qilib turgan joyida boshqa bitta mazhab, bitta imomning so'zi bu. Uxlasa tahorat sinmaydi degan, unga amal qilyapti. Sinmadi tahoratim deb ketyapti. Yana ozgina yurgandan keyin masalan ayoli bo'lsa, ayolning qo'li tegib ketyapti, ochiq badaniga qo'li tegib ketib qolib, endi Shofiy mazhabiga amal qilyapti-ku hozir. U tahorat sinadi Shofiy mazhabida bu holatda. To'xta, mana shu yerda men Hanafiy mazhabiga amal qilaman, tahoratim sinmaydi deyapti. Deb shunaqa qilib namoz o'qiyapti. Shunaqa qilib yuraversa inson, qachon tahorat qiladi degan savol bor-da. Qachon unga tahorat vojib bo'ladi? Vaholanki namozga tursangiz nima deyapti? Tahorat qiling deyapti. U narsa demak insonni amal qilishga, taqvosini ziyoda bo'lishi, Alloh taologa yaqin bo'lishiga sabab bo'lmayapti-da. Alloh taolodan uzoq bo'lish, nafsidan ergashishlikni ya'ni nafs havo xohishiga ergashishlik, yengillik orqasidan quvishlik, ruxsatlar orqasidan ketishlikka sabab bo'lyapti. Shuning uchun ham to'xtanglar, 4 ta mazhab bor. Lekin nima, ularni bir-biriga nisbatan qonun qoidalari boshqacha uslubda nima qilingan, joriy etilgan. Shuning uchun bittasida yuringlar degan fatvo berilgan, shunga ittifoq qilingan ulamolar tomonidan. Demak, bitta mazhabga ergashmasdan, turli mazhablardan yengilliklarni, osonliklarni terib amal qilishi nafaqat ibodat masalasiga, shariatni boshqa bir ko'rsatmalarini bajarishdagi noqisliklarni ham keltirib chiqarishi mumkin ekan. Albatta.